Başqılıq çağlar Senin o yığılıp qalğan vaxtların oldu. Şuna özünü mənməlikdən yıraq qıl. Deyinim doğrudur. Bitmegen ishqa töküp talışıdığan, özünü oylap başqalarını közge ilmaydigan adamlarning hayoti mag'lubiyat bilan oxirlashidi. Qanoat shundoq bir yarışımlıq liboski onu kiygan har qandaq odamning hayot yo'li mangu ochiq bo'ladi. Kiygili ayıqlarning yo'qligidan zarlanma. Mağılı bo'ladigan sağlam putonning bo'g'iniga shukr qil. Özüңni başqadan üstün çağlayıversən, ərziməz işlər üçün kursung kütüdü. Şuna hər vaqt kemtar ol. Kemtarlik kişinin zərbasqan libası. Hayras Müzəffər, xo'jalik bilimning telefon qildi-ki, mashina to'xtash o'rnidan pulni to'layotgan vaqt o'shib ketdi deydi. Ha? Bu yaqin to'lganda qilgan quna? Voy shu. Hey, bo'lmasa bir mashina to'xtash o'rnidan bir setib olamdiq ya. Qoziliq bir mashina aram patronlik serqisliqning ishinimi? Ha. Setib oldi. Qaraganda qaynatam kartonga azroq pul beribdi-da. Da emas, hem de her ayda to'lab ba'zimizda unutib qoldik emas, shunday deyman qo'y, bunday. O'ylab baqsam, mashinani biz xato qo'ydikmi deymiz uni. Qanday deysiz? Bu mashina degan mangsang pul, tursang pul, ish qilibmish bir mashinani boqmoq, bir balni boqmoqdan taski. Shu mashina olgan pulga bir obdaroq bir boshqa narsa olsa qo'yibdi-ki. Shu uydan bir anab qo'ygan bo'lsak. Uy alla demedim. Eshakdan birini olgan bo'lsak deyman. O nima kulasiz? O to'g'ri-ku. Eshakning chiqimi oz. Benzin ketmaydi o. Onun ustiga mashinaga suvdan tatib hammani pul oladigan tursak, surat ishib ketmaydi o eshakning. Unidagi surat ishib ketdi deb jarimani to'lamaymiz, nomer ishitmaydi o. Muhit asrash iqtidoriga ega qo'rqa xaltidan birini isib qo'ysak, gaz chiqarish iqtidorimi to'van. Sizlarning ancha-muncha choyga boradigan, to'y-to'yga boradigan ishlar bo'lib qolsa, eshakka meni takarak tukurib menib ketsanglar, haqla, havasli qarab ketsa telefonlar paras resim o'tatibchi. Uningdagi to'y qilgan qiz-yigitlar Saniya acha. Mush ishqingizni bir ijaraga bersangiz, biz bir to'y ko'chirib olsak deb ketsa, ijarasini olsangiz, mana kirim bo'ladi deyman. Muzaffar. Ha. Muzaffar aka. İşini koy. Vay, yana neymiş şu oldu? Vay, ne oldu kız? İç otur. Bu Erkincan'da yan neyim bakar yana? Bu Erkincan. Yey, biraz kolay kılatamdı ya. Ben kokunuşluk. Bak, ben yaman demek avı deyim. Kası? Ay, burası miydi? Bu mıçılık yıldı. Vay, ya, açıkım, ben de yamanım. Mışınçılık var, açıkım yamanlık deyim. O siz mış beden bulaştığını korktunuz mu? Ha, açık beyim, ben kokunuşken deyim. Mışınçılık var? Ha, mışınçılık lan. Birazdan kuçkadık balısı uğraşkan mı kansa? Yok, akay. Geç işi var. İşte. Tek yadığını işte. Fıkan, mış boyunuzun işitten korktunuz mu? Vay, açık bek yamanken deyim. Allah demesin mi bu koronun işi degendim işti bakan böyle. İşti baksana iş bakmaganda ben de ilgisi ilgi olap. Ben zencirlerden tutup жүрмем de. Şundayım bu küçük oğluma korksa onundan ağlamadı yürekisi var bir adamın kendinden af this poker çıpla. Bakaram. Yüzüm bek sokup geldim ben yürekisini bağlayayım mı lan? Bek korktum. Kork gitipsiz. Çay içine. İşin. Az sizden bana işi verin. Ben sizden. Oy. Erkincan. Kim mi koygan bu aytdı sizge bu Erkin ciddi degan laqabni tutding ama çay içine. Yurgunsan jarı çıkandı kamenda. Yok kaldı. Çay içine. Neymiş o dedimmi? Şu işten korkup kirgen mi ya başka işine kirgen mi? Ya men asli şu siz deydigan bir gap bor-da. Shundan kirgandim. Şaramı yapgan. Yo'q, endi yo'q. Hay anda emas. Mana gap Muzaffar aka.
Muş yakında bizim ama Kur'an'ı çıkıp sol taraf burulsanız bir dokmuş var. Var. Bir baktınız mı şaka? Aşağıya iş payda kaptım ha. Yak ay dokmuş bir baktınız mı? Ben adette daim öteme kelime şu yolda mağımızga hemen. Aşağı çokum berip bir küzdüp yakın. Çokum berip yakın aşağı küzdüp yakın. Yani sizni qo'llarga ishtilam ki aşağıda. Ben edip tabii. Ya aka aşağıda çok karan. Muş yakın aşkanda birini açtı. Lağımını vekşi okşuyordu da yanın. Kırdan bek çık lağmaydan kırdan. Yaqbaldı fikam siz meni mehmon qilaman deb Yaq, akam. Ma saniye açыңыз. Öyle onundan begrek oqsib tamoq qilayotgan tursa. Yaq, akam. Rahmat fikam ko'nglingizni tushundim. Ya akam Rahmat fikam. Tamoq yeb jurguncha gachit qopasiz tamoq qiling. Ya mamam da gap aka ben başka yakınmakçı ben bu yak mimar kılma çata yok mimar kılma lekin ben başka bir mesleğet bilen geldim sizge şu mesleğetni sağlı. Ha. Mana gap aka. Do dikkat kılsan aşkanda lağmaydigan adam bek çıkken. Şunun qarğamı bazarını küzettim. Ne düşkün balam açan küzdü adım açan. Qasam şu etrafdakiler lağmanga bek amraqqa lağmanga amraqqa adam bek yığcık ayada. Qasam muş yakından bir sen ben bir kavap qağıltıdım çoqıdğa. Şu bir kavap qağıltıdım. Siz shu oshxona kirib lag'ma yeb chiqay demoqchimi? Yo'q, men endi yo'q, unda emas. Aşağı cho. Birkaç yıl qolgan ekan. Aşağı bir yana o'xshagan vahshiy qilib shuni lag'maqanda buni ochayman baqo. Lag'maqandan yanaga lag'maqan ochasiz. Fikam. Bu bir odamdan so'z shundal iqib kelsa, nima tijorat qilsa, shuni doğrab akagan o'rniga haq lag'maqan ochgandan keyin beqinqisiz cho'chorxona, yo bo'lmasa poloxonasini o'zimda. Yo'q, Muzaffarka, siz tushunmayapsiz qarang. O mayaldichu, o do'qmishchu, lag'manga amroq adam bekchiqga. Ash atrofga hammasi lag'manga amroqga. Bo'lmasa bir kanimga iqtamda lag'mani deyman. Men sizga rost yaxshi maslahat bersam, fikam. Eng yaxshisi lag'maqan ochmay, agar oshxona ochadigan ishingiz bo'lsa, beqinq yo poloxona iching. Yo ugurxona iching. Hamma odam bir xil lag'manga amroq qilib ishni hatayim-ku. Ya endi aka qarang. Al lag'maqana. Bizaklarchu, odatdikilamchu haning. Men aşında aşırı fağı, aşı emmine hasta, vekşi kıtpağı, bir geçi deymek deyim aşı. Yo, unda olsa bizim aşxanamızga kirib qolsangiz 3 qatim voy. Yo'q, chiqib ekanmizda. Shunda hali kirgan ekan. Voy jon, ma aşxanangizni ajab chiroyli bezabsiz ha. Birinchisi, ikkinchisi. Voy jon, bu tamqingiz nimada az. Ikkinchisi, pul to'laydigan vaqt, voy jon, nimada qimmat deb ish vajan deb chiqamda aşxanamizga kiribanda. İsmini deb berdingiz. Biz bu bezakni yemaymiz. A tamoqni, ichdik tamoqni, a tamoqning ta'mini yeb chiqadigan ish bor. Şu tamamı ne mi deymiş? Aka aşkandan mı? Vekşi okşayan fağı. Bir içi deyme bağı men. İçim. Yaxşı oça ya. O ismini mi deyip devatımıza 3 vekşi. Lagman kanısı deyip oçayım ya. 3 vojon. Ben de şu qağanımda şu qoyulmagan isimden. 3 vojon, 3 vekşi deb açamsız. Bu erkin ciddi. Lagman padişahxonasi deb içine hazırmış şu ticaretçinin hamiz kendiga padişah deb qatılgan model ketgendiki. O bulduk ya ras. Ne bulduk ya kama o? Ve fikam ben sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Bu ismni ganimda tushirib ochmamsiz. Yo bana to'xtam. İsim bekçirak keras. Erkin ciddi lagman padişahxonasi. Ya bulduk ya kama sen? Bulam diken. Bulduk. Vaqtida fikam engel. Yo'q, men aqlim men chiqib olma engel o'tay. Men hozir cho'qar. Fikam ben sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Bu ismni qo'ygan olmay, men o'tirib bir ismni bir o'ylashib qo'ya bo'lmasa. İştama. Ha? Anda olsa aka. Men aşkanın ismi sizga qoldi qarang. Men aşkanın başqa uşaqcha ishlar bor kaylaqa. Tozliq ijozatni istaydi, baza boshqarishni deydi, boshqarning deydi, u yerning bilan bakchiq kaylaqa uşaq tushak kelishkilar cho'y bizdan. Men ashni bijaday, hozir jiddiy chiqiblar. Siz ismini siz bir o'ylash biring aka. Siz oshxonaning o'rnini olib qoldingizmi? Yo'q. Fikam bu oshxonaning o'zining o'rnini olmay turib qanday kelishga bejarsiz? Men anda olsa men kinishkin bijamay turib oshxonaning o'rnini men endi bir do'konga men chiqib qo'yishim kerak. Aka oshxonaning Ustab qolmama choy elolasiz ya. Ya bo'ldi. Oshxona ismisiz qoldi kansizmi? Xo'sh, men chiqdim. Xo'sh. Maq. Ya chiqma. Aynoz qolib qoldi. Aldım bunu. Chaqchaq qilib qo'ysam bu vahshiy. Erkin ciddi. Lag'man padişahxonasi demdi ha? Hozir qo'yilmagan ism maqomida-ku, ha? Hay bolam. Bu çok degan unda o'ynamayman. Sen bir kinolda qilib nezvaz qilichvaz olmagan degan unda qilib jim o'tirib turashmay. Men senga qilyaptim bolam, bu çok degandan tushunmamda. Mas siz nima qilyapsiz bolam endi?
Telefon degende tamak vakti oynamaymiz balam. Akli iqtidarlı telefonu oynar, akılsız olup kalmağınlar yana. Ha? Bu tamak vakti degende Al qara. Bu tuzuk qilmamsiz buni? Qatırıp onu. Astagfirullah. Ekle bunu manda oynaysa buni. Bak qara. Yavaş. Oy! Yavaş. Bunday silab turib yavaş. Oy! Bunday, maqsındaq. Ha, mana sakraydi bu. Mana qara. Mana. Müzeffar. Hem siz mi oynatam, siz bulup koşulup? Kim o tasamamda bulan bu tamak vakti tamak bir narsa oynagıcı. Özünüz oynayasınız. Ya sen kılamaptın. Ha? Ben ürkütüp koydum oyunumu da bunu. Elan. Yazık. Bir çıkın çıkın da. Versen. Ne yapalım sen şurada? Ödgün ba. Dodam ba, Yanço. opam ba, Başka yoktu. hocam bilan Furkan ba. Siz hazır kiraniz ba? He. Ümitsiz ba? Kızık adam cuma bu. Versen. Versen. Ne yapalım sen şurada? Çıkma. Nem bu kurulu kireyeme ya nem de böyle. Öge yapmadım. Açtık geldi. Ha, yaşaptı. Kira. Kadar da yaştınız mı? Özünüzü yaştırdım siz. Yaxşı. Yoklap gettiniz işleriniz yoğundara. Aşkanın işleri bilen neçe vakit aldıraşmış. Tamıqdızga aşpaz tapma. Bek teskenden ha. Test. Vay. Her bir geldi mi ya? Kep kaldı kılıbdan. Oğlum siz işin ya. Hadi urlak barı bu. Ya çiğne kaldı. Çayla. Rahmet. Tam konu bağdı. Var. İştal yesin mi? Ya bol saman. Ya ben iştal. Saman. Fıkam gel bana iştal ya. Ma tut tal selam hepsi. Kanaylıkı başka işlerini bir bezeydiğin işleri bir kurup bir vardı mı ya? Emre başlamışsınız. Emdrak. Ha bulaptı. Tazı köngüldüknek bir aşpaz tap kullanmaz. Aval ala aşpaz kes toplanı. Hazır. Önemli tasmak tesip gitti hazır. Çok. Ya şunu olan bir kağalın içinde işleydiğin o ma bu Lazım ne ve üçlü kuş koydum. Akça fışıqda yederse özünüz var. Ha üzüm tumusam olmaydı. Onun gına üzüm tumusam ma çatak çıktı. Lagman kim etti? Lagman kim etti deme. Tuzlu kapattım ha. Ya. Lagman kim etti? Ha? Ximir mişmiş kaptım ha. Ya. Hiç kanday emes ko. Vekşi okşaptım Lagman. Ha? Tekşe dokşuttu. Onda olsa. Yani bir taksın Allah. Baş. Kaldı hayattan zile bulamadım ne Lagman ne? Ulan malgan qanday turib kam sozap etdi? Ya o tuzak koydu deme. Bak başka bir nas koştum resmin deprema. Kanday ettim. Hemirini juğurup, köktatını qovurup ettim şu. Ya deme. Aço Lagman vekşi okşuttu. Şu ben bizim aşkanıkı Lagman'dan türge, türge bana kırgızmekçi. Arasını bana deprem. Vekşi okşaptım abi. Utas ya. Aço. Lagman ne? Başka Lagman. Keske Lagman. Eşke Lagman. Okay. Sozga Lagman ço. 4 kul. Bana 5 kuldu. Bek okşapma. Sana da çokum bağlar benim ismimden deprem oldu mu? Boldu. Siz gene aşpazlarınız ekege vakta seni ürkütüp koysun. Öyle mi dep çıkarmamsınız? Öyle mi ya? Ha? Doğru. Onda qılıç juquraq maşpasınız. Ben berip qovurup etsem bo'pti-ku bo'lmasa. Da yok dep tapsız hadi. Ha, şunda qilsam bo'lsa sizlar ashxona tamak etinglar, ma besh to'ytimiz bu yerda qaqal ochqilib o'tirilmaydi. Ya. Da olmaydı. Bak hemmanmış. Halbuki hemmanlı kötüre. Yanlamaydı. Ha, qanday fikam ashxonalaringizni chiqarib berek bo'ladimi? Kal yaman mesela. Ay. Kim oyldum ço. Aşkanın iki tarafıga. Mesnevi. No, xatlar yazgan ço. Aşın çaplayım gideyim. Viskidan boshqa yana ikki tarafga qanday yozamsiz? Ha. Ilaqi ashxonamizga marhamat qiling. Bo'lmasa, sizmi o'xshashli bizmi ochqalimiz? Ha, şu. Aytak. Noti yazıp ço. Bo'lsam ashxonangizni ichiga fikam ilaqi tamoqni shalab ishib yeyman degan bir turnimi yozib qo'ysangiz. Şu. Edepsizlik avucu aka. Ne bekliyorsun adamda? Ras.
Çay içeceğim Fıkam, çay içeceğim. Aka. Al. Ben etkile kalam. Etkile. Ya ben ismini çok deprem oldu. Evet, Nimiz deprem, aldınız? deprem. Nimiz aldınız? Kanda dolarıma Deprem, saldınız? deprem. Kanda ettiniz ben çok deprem oldu. Hatır Cemil dep burada. Ben çıkayım. Bak. Öyle. Kurdum. Tamam. Bana yani bir tane sesiniz kalmasın, sokşap tutun. Ya. Rahmet. Ben çıkayım. Ben hepsi ben. Ya. Tamam. Vay Fıkam sen durdun mu? Bir şey. Yelim yaxşı ismi Erkin ciddi okuyup ekan. Agar Erkin jimjit o'qigan bo'lsa, 4-5 kun shu yerda qonaq tomoq yeb chiqdi ekan. Ha, o'tirolmaymi paqiram? Erkinjon kirib bir tax tomoq yeb chiqib bo'ldi. Bir tas tomoq yeb chiqdi bo'ldi bu. İnan oğlum. Yo'q, bu mahallimizning guli cho't. Mushtam adamning bog'ini yaxshi. Bo'lmasa zerikib qolamiz deyman. Aka, He? ulan kim o? Telefon? Üzənç telefon. Ha. Aç telefon mu? Ha? Şu kitap kağıt takın. Bu otur jipa. Ha. Sen oya bakma bir de. Ha, telefon. Ha, telefon. Qanday yapıyordu? Bana gidan var. Oya kaç ne? Ha, Bu şağaçın tepsiga mao jipni bağlaysa, bağlap mao iki qog'oz stakanning orasiga o'tkazsa. O'tkazib qarshi bilan uzun tuz tatib anagin yaxsa anlaydi. uzun icad qıpsan da. Uy, burunda batdı bu. Qanday oynaydı bunu? Uzun tatsa, tuz tatsa şu anagin yaxsa anlagan bo'ldi. Fukam, Şuna bakalım. bu bo'slicha qara. Ikkimizdan mahbiyatini hech kim uqolmaydi. Sinab bakamda? Qara. Tuz tatchima? Ha, ma'qul. Ha. Merhaba. Anladım. Diplomu anladım. Sen hazır qayerda? Nima ish qilyapsan? Qachon yenib kelasan? Bo'ladi. Ha? Gaz tugabki, gaz emas keladimi? Nasıl yaptı? Har rost to'kmi tugabdi juma. To'kmi qachon keladi? Ha, ma'qul. Har rost televizorning pulim tugabdi, yillik puli. Bu uyda şu tugab ketilgan malqa o'xshamdi ha? Voy barka. Ne qilib bu? Ya balıyısın. Aşk edim. Amca hiç olmasa benim işim kıprast emas mı? Ama biz kalın katı adam olmagan deken. Ya. Baqqallik qilib o'tmaydigansiz? Ya şu aşkanlık işleyin ha. Şu aşkanlık işleyin. Aka, birek mangamadınız ya. Ha, men bizning idorada Mahmudkam deb adam bordi. Shuning bolasining maslakchi ekan, shu yerga man qolibdi. Ha, hepsiz vakti gelip kaldım değil mi? Yo'q, yana ozroq vaqt. Ha, da Aman da gap qaram. Aşkanlık uşak çek işleri bırakıp bitti. Şu ay isim bilen bizekten çıkıp kalkan canım aka. Aşını sizlik qıpıram gidip kelgandim. İsimli, noç isimli bir tepesi oldu kamana. Ism? Ha. Rost ismni siz bir oqtara qism qo'yib berganmiz. Nima bu hozirgi viviskal esib olgan viviskalar? O ya xat tang emas. O ismning noiti yo'g'onligi, uni ustiga imlosim to'g'ri emas tanga. Chiqib pastga tushib qolganda siz. Ha, shu. To'g'ri. Mayli, men bo'lmasa obdaroq o'ylashib qo'y. Materialni ko'rib qo'y, bo'lmasa shu anaqa qadimiyroq ism bo'lib qolsa, material qarab topili. Ya bo'lmasa zamonga loyiq zamonaviyroq bir ism qo'yamdik. Men mana bir o'ylashib Buldu aka. Antikin, canım aka. Ay aşkanlık bizekten işini sıkıp pemsiz olmaydı. Siz sıkıp pemsiz olmaydı mı işini? Aslı aşkını bize Aşkan bizekten işini. Fukam, men ya yağaççı ya tamçı emas. Aş mening qo'limda kelmaydi. Ya sizin at tunif biliyorsunuz cık qaran. Şunu arzunda mı? Yaxşırak bir kıldıgan balı var. Aşını bir dip pemsiz oldu aka. Bizning uyni bizga deb beramtıngiz. Voy, yo'q, o'tganda bir so'g'onta qarsam, ular sirt ish qilib turibdi hozir bak aldirashga. Ha, rost, bizning idorada iliqi
bir güzel sanat laylaydigan bir bala var. Şunun qo'lidan gap qilish mumkin. Men qani achbaliq bir dapaqay. Agar vaqt chiqib qolsa, men bir dapaqay. Ya aka, balo cho'qim qilib bersin. Cho'qim qilib turdi. Voy, yo'q, qilib deb cho'qim qilib aka. Mana, men avval dapaqay ukam. Men u balni endi sen ani qil, mani qil deb bunga buyruq so'ramayman ukam. Bir maslahat xarakteri dapaqay. Siz jilma aka. Ham cho'qim qilib turdi bola. Cho'qim qilib bersin. Ashtao'ldan siz qilib qoldi. Ya, Qalsin. Maqul aka. Ya, maash faqat qamashmabdi. Benim ayağım... Abafkam, ne buldun? Acep domsayıp kapsan bu? Akam dadamın kompüterini eleyip bana beğenme tapşırığını işlep aldım desem beğenme atıdı. Açasının bayrağında oynayacağın uyan bağımı bana durup durar. Voy, Afkam kaçanlı qarşı kompüter deydikense. Qara kompüter oynayıverip, ma bir közanı çimildiğine vakapsa. Elişmak oynamsa? Ve bana kız bal oynayacağın oyun biz uğan bal oynayacağında oldu. Voy, o oyunni qizlar emas, o'g'illar o'ynasin buldu. Bu oyun o'ynasanchi har xil shakllar chiqadi, undan keyin zehnini ochadi. Bu o'yinni odatdagi bolalar o'ynayolmaydi jimi? Voy, das meni adet kıvalamaz. Qani oynayalım. Oynayma. Mana. Qara, masan o'yitib qo'y. O'ynashib qolsa? Ozroq. Manda qilsa, ikki qo'lingdan ayirsan. Mana, apaqa. Manda qo'yayman. Ha. Manda. Ha, keyin ostidan chiqaradi. Ha, buna Sıdım çıkar. keyin qaraman masan o'yitib qo'ya. Ma qo'lingga birini olsa, ma qo'lingga birini olsam, keyin ikki barmoqing bor-ku, ikki barmoqingdan ostidan chiqib mana qilsa. Yana bak o'xshash bo'lib qoldi. Yetdi, to'pidan ola, ha. Qara, endi boshqa bir xil shakl chiqdi. Ostidan, undan keyin yugurtib chiqib mana qilsa. Ma bu ham masan o'yitib qo'ygan shu. Manda. Ya uni qilmas. Ha, mana. Qara, shunda ishni uygun olding. Bakaram. Birisi Mahmud'a birini yo'llab qo'yapti. O'qiraymi? Bir beliq Toshbaqidan so'rabdi. Sen nemishqa bir ishqa yo'liqsang, beshing ichingga tiqib o'zingni qochirib yo'shirinib olasan. Toshbaqa putlarini qilibdan oldirmay chiqirib. Boshqalarning boshi shuncha muhimmi? Bu o'zini qochirish emas, balki tinch muhit izlash xolos debdi. Beliq. To'g'ri. Emsi boshqalar seni tillasin parvo qilmamsa, deb so'rabdi. Toshbaq asta qorilib beliq qarab mundaq debdi. Mana bu mening nemishqa sendan uzun yashashimdagi sabab deb. Demisim to'g'ri, ha? Bizning ba'zi odamlarimiz o'zi uchun yashamaymiz, boshqalar uchun yashaydi-ku. Anim deb qola, manim deb qola, ani qilibdi, men undan oshirib qolmasam bo'lmaydi deb. Hammamiz shu hozir. Demisimi? Masalan, sizni yaxshi ko'rgan odam uchun siz nima ish qilsangiz sizning to'g'ri. Sizni yaxshi ko'rmaydigan odamlar uchun siz har qancha yaxshi qilsangizmi, siz baribir bir qusurning kelqi obyekt bo'lib qoldi ekansiz-ku. Shunga hammamiz shu o'zimizni bilsak yaxshi ekan deyman. Bir adam ish qilib qo'yg'ich kendidan gap chiqarayotgan, uni so'kayotgan. Aralda turamiz. Aralda turamiz. Voy, keling, arkadaşlar, keling. Keling, shuhrat ol. Keling. Ha, o'zingiz qanday qilib Yaxshi aka, yaxshi. Bu yo'qlab ketdingiz ha? Yaxshi. O'tganda bir ishni toplab qo'ydingiz. Shunday qilib qarsam topolmay yurayman sizni. Men tasal turib izlaydigandim sizni. Ya, men yaqinda uzoq boshqa bir ishlarda uzoq aldirib qoldim aka. Ha. O'tgandaligi siz oshxonangizni ma bu bezaydiganning loyisini gapira qildingizmi? Shuma bizniki ma bu bir suratga olish guruhimiz bor-da, shuning uchun bir go'zal san'at laylaydigan bir bola bor. Yamabsiz-ku. Shuning ufkamishni bir laylab bergan bo'lsangiz desam, oldirashgan, shunda bo'lsin vaqt chiqarib, on laylab tayyor qilib turibdi. Sani, hali layni ish qilib ko'rib baqsan. Ha, o'zingiz ishlaringiz yaxshi ufka. Yaxshi aka, yaxshi. Voy, kostyum yomon chiroyli-ku, yarishibdi-ku, muborak bo'lsin. Mana shunda kelib juring ufka. Mana bizga bir chiroyli kelsak yarishdi-ku. Bu degan bir ilg'or madaniyatning belgisi-ku bu. Ishtonlama. Mana endi hali yardi bu. Qolgan endi oshxonachilik odam siz emasmi? Siz agar bo'pti desangiz, shu bo'yicha, agar bo'lmaydigan ish bo'lsa, yana men desam, fikringiz bo'lsangiz o'zgartirib turdi. Ha, mana. Mavsi Hiliqi oshxonaning ichida bir cho'ng zal bor emasmi? Mana zalning ichida mana manda laylabdi. Chiroyli chiqibdi. Mavu hiliqma chet taraf. Shu o'rniga kelmaslik uchun hiliqi 2 dan 3 dan kirgan odamlarga ayrim manda kichik ustalni qilib qo'yibdi. Mana bu yerda menga
Mavoylik bir deriz var taraf bakın ko. Siz degan matraptiki. Ha, şununga ama jumlaq ustal qilib laylapti. Mandil o'rin kangirishqi deydi shu. Tiqma qo'ymay deydi. Mavosi oshxonaning ichiga tamoq yeydigan yeri. Mamamang yordami alt tarafini aynaklik qilib, shunday chiroyli qopti mavo. Mavo mana machet. Mayliq ma pul oldigan taraf bor, shu taraf qo'ydigan. Ustallar. Aka, mana gap. Men oshxona ochmaydigan bo'ldim men. Ochmayman. Nima? Oshmaydigan bo'ldi? O'zingiz o'tganda yomon qizib ketdingiz, men ataytin deb, ma bolam necha kunda laylab chiqdi ukan buni. Voy ukam, men Muzaffar akangizga idorasiga baliq necha qatim telefon qilib, yolvorib, mening yaxshi o'tadigan inimdi, laylab deb ataytin buni laylatib qo'ysa, endi ochmaydigan bo'ldim deysiz-ku. Adam, ma oshxonaning ishi bak avarchilik ishgan deyman mava. Ettigen saat 3:30-4'den çıkıp köktat vazgeçip köktat ekemen asli. Göşek emisi asli qaram. Onun üstüne adam işletmekten tasdiqe aşpaz balını işletmekten tasdiqlayman. O degan bir avarchilik ishgan. Rost adam ishlatmak uchun bir mas'uliyati chu hozir demasizmi? Onun üstüne bolapmama shu aşpaz navoyning nemkasi ishlatmak baktaslaydi. Bizim bir necha bal qaqshab berdi shu. Hali mana bir gap hozir oldu. Hali xemir bo'lib ketib ketaveramiz. Xo'jayin qapoq tuz ketaveramiz deb kim 100 ko'pini ortiq berman desa, hatto ish kuchilik mulozimatchi, ish kuchilik shogirdlik qo'shab bekitadigan ta. Ha, shu mana başta gap mana. Bek to'g'ri gap. Şunun men aşkım kelmedi. Açmay dedim. Bu mu to'g'ri ish qilib o'yinib chiqqan yaxshi fikrimmi? Har qanday ish qilsa hozir tutmoq tasab ketib shu. Şunu men qaraganda tukungan qıçı. Yana bozorni bir qatim bir bozor ko'rdim. Bozorni egalladim men chu. Kostyum burulka dukun açmak. Kostyum burulka. Ha? Kostyum burulka? Ha? Bu bir tanış biliştiringizniki bir top taqtiga yeri bormi? Yo'q. Men üzem bir qo'lliqli acay deb o'yladim qaramaka. Qarsam, shu xalqaro cho'ng bozorda shu kostyum burulka dukan mendan ayak ichilaq qitib adam liq xerda. O pul deganni sanab ulgurmay qapti xo'jayinlar chu. Shuni qarab, to'xtam men kostyum burulka dukan achay deb. Bu kimning so'zi yaxshi shuni qilg'ingiz kelibdi. Ya aka, nima deb pulni jiqtapsaq shuni qilamiz da hamdi. Uning ustiga chu qarang, mama kostyum burulka chiqaran. 200 yandan 300 yan agar asli bası 1500 yan. Şulgan bas 750 yan deb satsak, eliyor deganda ma qataq deyman. Bas haqqiras batalashma yoldirib oladi, azroq tushirib turamiz, unmay turamiz, eliyordiramiz. Rost. Uning ustiga qarang aka, akaga kiyimni chiqib kendik markasini chiqib qilib o'zimizni kiyib, isimlochi, juriblar kiyib, 3-4 kundan kelganda chandamay dazmollab esib qo'ysak, eliyor ekan, qo'ymaydi. Ishingiz qablashmaydi uka. Adam olsangiz olmaydi. Ha qanchasimi? O'zingiz bilan kirgizgan vaqt o'zingiz loyiqni kirib kaysingiz bo'ladi emasmi? Ishni siz qilmang. Sizga yarashmaydi uka mavo. Bu deyapti aka pul topsam bormi? Pul topsangiz bo'ladi, lekin anda haq pul to'lab sizni oladi emasmi? Anda qilsak yaxshimaydi uka. Ya bu kiyim sotadigan asosiy ashta qilgan bo'lib ketdi. Endi buni bunimi setejman, ukam, lekin men kiyimingiz rastchilarga chiqib. Chiroq Ras men bo'ladi ekan. Qani ichib qolsam-chu aka, sizga mush kostyumda bir qil keltiraman men. Ya rahmat ukam. Men oldin kun taqama sani ochingizmi ish kuch ko'rayapti ekan, men ketgan shu fursat yo'q. O'tdim men. Ya aka, anda desangiz qattiq anglashmaydi. Sizmi mening ishlarimda jiq japatatdingiz jonim aka. Cho'qqim bir sizga. Rahmat ukam. Ya qana demang, rahmat demang. Men cho'qqim bir qil keltiraman sizga. Mayliqan avval eching shu vaqtda bir. Ha, shu. Xotirjam bo'ling. Zavod bahosidan 80 ko'y foydasi chiqib beraman. Dukanning ijozasi emasmi? Dukan ochgandan keyin endi kelsak cho'qim foydasini beramiz-ku, unda gap yo'q. Yaxshibdi. Buni obdan o'ylashing. Ya shundan bo'lsa ukam cho'qim yana bir obdan bozor ko'rib. Ya shu bozorni cho'qim to'xtamay bozor ko'rish kerak, lekin mush nima? Rasm muqim bo'lib ketdi, buni ochmayman nima. Ishingiz aniq oldi. Dukanni ko'rib oldingizmi? Dukanni ko'rib qo'ydim. Ismimni layiltib, shu chiroyli siz yozg'izib, ismimni engaldirib tayyoq qo'ydim nima aka. Ismimni engaldirib qo'ydingizmi? Ha, maishingizga joy topdim deb. Oltin Marvoyit choponxonasi deb. Chiroq qopdimi? Ukam nemanda uzun ism bu poyezdning vagonidek oltin marvoyit deb uni oldiganda bir tilla, yaqut, xongdan tavadigan ketib o'tmabsiz yaxshi. Bu qanday ism bo'ladi ukam bu? Bu kiyim kechakimdan maskildigan chiroyli ism qo'ymamsiz. Shundaymi ya? Ha, ipek ma qamlashmabsiz ukam oltin marvoyit deb bumi? Aka sizglam qolsa. Men bir mana qarab boqay, men o'ylash boqay. Nochi ismni birini. Açıdığan bo'lib kelgan shu chaq Muzaffar akangizda ziravorsi bir ism laylatdi. Ya açıdan bo'lib kelamiz. Cho'qim 100 açmayman. Gaz beribman aka men. Siz ismingizni o'ylashing. Men gaz beribman. Dukanni ko'rgan. Ya dukanni ko'rib qo'ygan. Belib tashlablam to'xtamni tuzib dukan ijozasi berib tayyor qilib. Men dukandan boshlab dukan zinnatlagan chukitay. Siz ismini siz qoldi akanda olsa. Juma, aytaqilla. Adas aka maaşsız qaldı, dukan ismsiz qaldı. Bak noçop kelsin chiqib ay, do qarısı ism. O yo'q, plan dukanisi, xalqning ishtikisida qolgan shu noç ismini bir depran aka. Juma, adas qaraysiz qaldı aka, jumapsa. Men de dukanni bilmadim. O'tirib qolib çay pul. Ha, men maqsad qoldim, sam qoldi. Maqlaka. Men chiqaman. Chiqma. Voy, maqlaka. Mafkamda so'z o'qan kerak emas, maqsad tutamsa. Ma'qul.
Bu Erkincan'ın tazı bir tuturuksuz mu o kanda Muzaffer? Hele o işini kız kep giderken, hele bu işini kız kep giderken bir işini tutup başka çıkmam da bir er kişi diye. Ha ballığımı deptikenme hemen tıkı. Çokum kılıdı bunu dep hem de açmaydıgan bolsam bu bula neme de hem de. Ciddileştirip bişim ağırlık kirip ketdi mı meni. Kızık bir çay demlayım mı?